Endi yuzdagi mana shunaqa dog'lardan bemalol xalos bo'lsanglar bo'ladi. Uy sharoitida maska o'rgataman qizlar. Buning uchun sizlarga banan eskirib qolgan bo'lsa ham, lekin ichi yaxshi bo'lsa bo'ldi. Yarimta bananni idishga solib olasizlar. Uni kartoshka ezadiganda yaxshilab maydalab ezib olasizlar. Mayda bo'lishi kerak, bir xil massaga kelishi kerak. Unga kartoshka kraxmali solamiz 1 choy qoshiqda. Va unga aptechniy glitserin solamiz 1 choy qoshiq. Limon soki kerak bo'ladi bizaga, u ham 1 choy qoshiqda. Bu maskani eng zo'r, eng sekretniy tarafi mana shu narsada, ya'ni askorbinka kislotasi. Aptekadan olasizlar, bitta ampulani sindirib, ichiga maskaga aralashtirib olasizlar. Ishoninglar, haftada 3 marta qilsanglar bu maskani dog'lardan butkul xalos bo'lasizlar. Demak, bunga albatta toza asal yarim choy qoshiqda solib, yaxshilab aralashtirasizlar. Massa bir xil aralashmaga ega bo'lishi kerak. Ya'ni yaxshilab aralashtiringlar. Va yuzinglarni yuvib, tozalab, tayyorlab, bu maskani hamma joylarga suringlar. Hattoki labinglarga ham suringlar. Agar qoshinglarda tatuaj bo'lsa, eskirib ketgan, ko'karib qolgan tatuajlarni ham ketkazadi, ishoninglar. Qoshlarga ham surib qo'yaveringlar qo'rqmasdan. Demak, maska 15 minut turadi. 15 minutdan keyin yaxshilab yuvib tashab, albatta mana shu mays yoki skin repair kremi yoki aptekadan Bepanthen krem 5% yoki mayzini surib qo'ying. Chunki har qanday maskadan keyin yuzni tinchlantirish juda ham muhim hisoblanadi. O'rtog'inglarga tashab qo'yinglar, foydali bo'ladi.